Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilari. Biz o'zimizni Namangan shahar Orzuga kelgandik, bitta joyga darvoza o'lchashga. Yonida qo'shnilari shunaqa juda sifatli, solidniy darvoza o'rnatib qo'yibdilar. Hop, buni biz qilmaganmiz. Prosta klientlarimiz uchun obrazesga, videoga olyapmiz. Shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga ham aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yasab, ustanovka, dastavkalar bilan qilib beramiz. Bu hovlini yo'parasiga ham bitta chiroyli darvoza o'rnagan ekan. Videoni uzmagan holatda buni ham ko'rsatib qo'yamiz. Prosta chotki chiqibdi. Qilgan ustalarga gap yo'q. Malades. Qo'llab-quvvatlab videolarga layklar bosamiz. Qanaqa darvozalar kerak bo'lsa, inshaalloh chiroyli qilib yasab, ustanovka, dastavkalar bilan qilib beramiz. Biz mana shu hovliga kelganmiz darvoza o'lchashga. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'llab-quvvatlab videolarga layklarni tirsillatib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Mana shu joyga xudo xolisa chiroyli qilib bitta darvoza yasab beramiz. Kattasi eniga 435, kichigimiz 95. Balandligiga 385 qilinadigan bo'ldi. Bu yerga ham chotki bitta darvozani yasab ustanovkalar bilan qilib beramiz. Qo'llab-quvvatlab bizni kuzatishda davom etinglar. Salomat bo'ling.